Qarindoshlar o'rtasidagi nikohni to'xtating. Tog'asini qiziga uylangan oila 5 marotaba homilasi rivojlanmasligi shikoyati bilan qabulimga kelishdi. Birinchi homila 4 oylikda, ikkinchisi 1 oylikda, uchinchisi 2 oylikda, to'rtinchi homila 1 oylikda rivojlanmadi. Beshinchi homila o'lik tug'ildi. Oltinchi homila tug'ildi. Gidrotsefaliya, neyromeshechniy atrofiya tashxisi bilan genetik shifokorga murojaat qildik. Ota-onadan va uning farzandidan qon analizlari olindi. Kelajakda bu oila vakillaridan qanday farzandlar tug'iladi aniqlandi va bugun xulosani menga berishdi. 40% holatlarda homila rivojlanmasligi, 60% holatlarda nogiron bolalar tug'ilish xavfi juda yuqori, genlar o'zaro yaqin degan xulosani berishdi. Bunday holatda siz qanday fikr bildirasiz?